أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı inayetlen biz ibdal degen muşu mevzuda. İbdal yani nakle ve kalp degenden ibaret. Yötkeş, bunu aslında kılış degendek mazmunda şu 9 huruflarınki mevcutluğunu, şu 9 hurufların birisi yani qaysi o degende hadata mutiya degan musanif ikki kelimani o'zida jug'ilgan mushu ibdalninki yani naqli va qalbni iborat mushu ibdalning huruflaridan ikki kelimada jug'ilgan mushu qayerdagi ikki kelimaning o'zidan bo'lgan 9 harfning bir sil bo'lib qolib qolsa uni qalb yoki naql bu qilish bo'ladi demoqchi. Dersimiz şunu ustuydu. Kep to'xtab qolganimiz mushu tavangi baytdi. İbn Malik rahimahulloh bu haqdaydi. Va ya aniqlib alifan kasran tala aw ya tasghirin biwawin za aw ya tasghirin biwawin zaf'ala fi akhirin aw qabla ta'nisi aw ziyadatay fa'lana za ayzan ra'av. Hem de yötkigin deydi. Nemine degende elipni yağ ötkigin. Aslı iklibil elipe yağen demek. Sizde yötkigin elipni yağ ötkigin. O kandak oldu elip sıra dese elipen tala kesren. Yani tabi'a kesren demek. Ya ki geçti bu elip kesre geçti. Mesela kandak degende misbah dedik. Misbah. Mana misbah desek aşağıda elipço nimeye geçti? Kesre geçti ki mimnin kesrisinin kendi geldi kılıp. Mübaşereten kemmisimo bir vasıtı kelsimo ona uçu sat ve ba'dan ibaret iki harf bu mim meksurlen bu elipninki o'ttirisda vasıt bo'lib kelgan bo'lsinmi vasitlik bo'lgan bo'lsinmi ish qilib bu nima bu elip kasrga geçti. Ama bu surat qanday qilsangiz ash elipni o'zida misbah masalan diyar debdiq. Diyar deganimiz shundoq. Misbah dinar o'zran misbah va dinar dedik. Desek buningdaki elipning o'zini jami qanday qilsan deganda jami qanday bu elipni yog' o'tkazsanki masabih masabih dananir deysan. Herkes masabih danair mana deyilmeydi deydi. Yoki masabi dananir mana deyilmeydi deydi. O elipning o'zini qanday qilindi o yog' o'tkazildiki yani misbah elipning o'zini masabih deb elip nimani buni yog' o'tkazdik. Dananir desakmi shunda qana. Bu yani kesirga egishib keldi. Egishib kelgan bo'lsa shundoq bo'ladi deydi. Ev ya'a tasghirin bivavin zaf'ala deydi. Yoki tasg'irninki cho yasiga. Yaxshi o'xshash qachon kelgan bo'lsa, undan burun yana tasg'irning yasi kelgan bo'lsa. Ya'ni o elipning o'zini yog' o'tkazgan. Qachon u agassa u elip tasg'irning yasiga geçsa demakchi. Evya tasgiri degan çoğ bundan kesren qatbi kesriga geçse yoki tasgirning yasiga geçken bo'lsa shu vaqtning o'zida qanday qilgan bu elipni yog' o'tkazgan deydi. Masalan g'azal dedik. Buning tasgiri nima? G'uzayil. G'azal degan chog'da bu nimaninki tasgir bu g'azaldagi
Elip tasqirgan çağda yağırırken tane. Bu nimaga geçti? Tasqirninki yasıga geçti. G'uzayyil deganda bir ya tasqirning yası. Yani bir ya ço elipten maqlub bo'lgan, manqul bo'lgan ya. Ben demek bu tasqirning yasıga geçken vaqtingizda bu halning uzimi bu elipni qanday qilgan yağ o'tkazgan deydi. Xo'sh. Bivavin zef'ala pi ahirin demekçi. Aslında pi ahirin degen bu iki kelime yukarı bekliyordu bu yana. Aşne bizde bivavin zef'ala if'ala degen ço bu no emir bilam. نون تأكيد الأمر مؤكد بالنون المخفف ما هو إفعالات يعني وزي يعني أساس إفعالان demek de ma nun dinço nun sakin ağzı var nunu ilip kalıp ifala oldu dep ya manda ki o nun ne sakin boğan nun din sakin boğan nun ne elipqa kalıp kılıvattık nakıl kılıvattık ya ibdal kılıvattık mı? Ağaçның өзіне қиын оны вауғы ки ақырдыкіге вағам шындақ қиын. Қане ağaç şunu degenlikning o'zi qaysini deganda shu yog'a elipni yog'a qalb qilishning o'zini demakchi. Za bu ismi ishorat. Musharidlar qaysi ya. Shu masalan yog' o'tkazishni qilgan u yog'i o'tkazishni bir vavg'iki oxiridagi vav bo'lgan bo'lsa bunimi yog'a o'tkazgan deydi. Masalan qanday desa yani vav bu vavning o'zine gapning xulosasi yog' o'tkaziladi ham yuqorida elipnimi yog' o'tkazgandek kasrining aqsqa kasriga yondashib misbah dinar degan o'zi masabih dananir degan o'xshash yuqoridacho ya bu nimaga bu kasriga agishib kelgan elipning o'zini yog' o'tkazmoqchi bo'lgan. Bunun o'zimi hamda shu degan so'zi za bu ismi ishorat musharni qaysi ya yani qilgan u yani vav qilgan andaq vav ki ahir doğan va'nın o'zida keladi. Vavga ki ahir doğan va'nın o'ziga yani qilganki yani yani o'zini va'ni yog'a yo'tkazayotgan qalb qilayotgan deydi. Masalan qandaq deganda masalan radiya dedik. Radiya. Va nim bo'ldi buningda? Radiya. Qaviya. Buduqda. Maşadaki aslisi radiyaning aslisi nima? Raduva. Qaviyaning aslisi nima? Qavuva. Radiya. O Rizvan'dı mushtaq. Ridvan, Rizyan'dın emas. Ridyan emas, Ridvan'dın. U vacidin bu radiya bo'lgan bo'lsa-mu, buning aslisi nima? Ridvan, yani acvab vavi demekçi. Yoki raduva. Naqs o'zran naqis yayi. Yani bu raduvadan ma'xuz. Bu vavning o'zimi oxirgi vavning o'zini qanday qilgan? Ya qilgan deydi. Yani qilgan u yani yanın o'zini qilgan. Nima deyilsa oxirgiga va'da. Va'ning o'zini ya qilayotgan demekçi gapda. Mesela raduvaning o'zi radiya deb o'qi. Qaviya. Qaviya buning aslisi cho vavi. Bu lapib makrun yani ikki harf illat bir-biriga yaqin kelgan lapib mapruh, lapib makrun. Lapib mapruh deganlikni multavi deb atalgan shu kalamninki beshida usul salas olgan pa ayn lamniki pa bilan lamdan barabar kelib qolib qolsin deyildi lapib mapruh. Agar pa bilan aynning barabarda yoki ayn bilan lamning barabar bir yerga kelib qolmasa lapib makrun. Demek bu yerda bu qaviya lapib
makrun demekçi kaviye. Bunun aslısı nima? Bu mu vav yani? Bu mu kelimenin ahırda kep kalgan vav. Kelimenin ahırı geldi. Kaviye. Bu kaviye diyemden aslısı şu bu kavuva. Bu kuvvetli müştak. Hiç kaçan kıyet demeydi, kuvvet. Bil kuvve dep koydu ana bu demek onun mastarı qarab baksak bu vav ekan. Mındaq mush bir taraf keldi qarab baksak kavva deganning o'zimi. Mana bir tarafda bir oxirida kelib qolgan vavning o'ziga mu qandaq qilgan oshini qilganki ash yoning o'zini qilgan deydi. Masalan, radiya, qaviya desak asli nima? Radi va qaviva. Çünkü ikisi ridvandin va quvvatdan ma'xuz. Bu vavni yağut kildiki vaqtda radiya va qaviya bo'ladi deydi. أو في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا deydi. Ahırda bu ketdi yuqurda. Yoki ta'nisning tosidan burun. Ta'nisning tosidan burun. Masalan, qandaq deganda ta'nisning tosi masalan مثلا شجية تبتخ شجية تبتخ شجية شجية bunun asbuni bo'ldi. Buni tasg'ir qilsak shujayya bo'ldi. Shujayya. Bunun asli shu. Bu shujayyaning aslisi shujayvatun. Mana ta'nisdan burun nim kelib qoldi. Bu vav kelib qoldi. Shujayvatun deganda. Bu yerdeki vav'nun o'zi yani ya qiling demekçi deydi. Qandaq vaqtda shujayatun deb shujayvatun shujayyun shajiyatun bu nima? Bunun tasğirisi shujayyatun. Bu shujayyaning aslisi nima? Shujayvatun. Mana oxirdan bo'ldi, ta'nis bo'ldi. Bu yerdeki vav ta'nisdan burun keldi. Shujayvatun deydi. Bu vav ne? Va'nın hareketini yağıp verdik ilgaki. Vaktin boldu şüceyvetun. Oğanda ya vav hareketlik al sakin. Va'nın hareketini aldık verdik. Şüceyvetun oldu. Va sakin alzıver va'nı yağıt yottuk şüceyyetun oldu. Ya özün maqablisin ilgaki zır bilishini talab qilib buning uchun zir harakat padoq shujayyatun oldu. Ya o yo'q. Nima bo'ldida? Shujayvatun. Bu vaqtda vavni yaga qalb qilyaptiq. Shujayvatun deb. Chunki ta'nisdan burun keldi mana bu nima? Bu vav shujayvatun deganda. Bu vavni o'zini yag o'tkaymiz. Shujayyatun oldu. İdgam şart mevcut oldu. İki ile iki harf bir cinsden oldu bana. Shujayyatun. İdgam kılvattık. Evvelki yani ikinci ağı shujayyatun oldu. Muşun şaştaydı. Kaçan tanesinin tasdım burun. Muyda vav kip kalgan bolsa bu vav'nın üzümü kanda kalan yağ ötküveten demekçi deydi. Yaki palanın iki nimden burun yoki palanın iki ziyodasidan burun shu nima qilish shu yog' o'tkash ham yog' o'tkashni qalbni ham uyg'un ko'rdi kim o sarpyullah sarp ulamoları deydi. Palanınki iki ziyodasidan burun palan desek onun iki ziyodasidan burun qaysi iki ziyodat alif va nun palan desek alif va nun qaysi bu? Bunun iki ziyodat alif bilan nun. Muşundan burun mesela nim kelib qolibdi? Ayndaq vav kelib qolgan bo'lsa, ash vavning o'zida ham
qanday qilindi? Yağ ötkidi, yağ yötken. Aş şu yötkeçni hem ula uygun köyde, aşçının uzun münasip köyde deydi. Za eydan rav degendek. Mesela qanday degende mesela Gazayan depti. Gazayan. Aslısı bu gazvudun muştak. Gazvudun elingan. Gazayan. Ana. Bir yerde esas nime? Gazavan olmak lazım. Çünkü bu gazvundun muştak olgan deken gazavan olmak lazım. Karpaksak elip ve nundun. Muş ikki ziyadatın burun nemi kep kap kaldı mı ya da? Vav kep kaldı da. Gazavan dep. Bu yanın özünde bu vav ne? Yağıtkenki gazayan okuludu. Gazayan kılın deydi. Aş vanın özüme kalıp kılın yağa deydi. Hoş. Hmm. في مصدر المعتل عينا في مصدر المعتل عينا والفعل في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وعند عيني معتل لغان مندق ismninki mastirda ham shunga qanday qilindi deganda ayni mu'tal bo'lgan. Masalan, siyam, qiyam debdik. Buni qarab baqsak, bu nima? Siyam, qiyam bu ikkisi mastar. Hmm. Bunun ayni her ikkisi mu'tal. Sama, qama dedik. Asıl savama, qavama degandek. Muşu ayni mu'tal oldu. Her ikkisi sama, qama desek, usul salasınki aynının beraberinde vav geldi. Bunun üzdürmü muşun mestirdi benim dilimiz sama kamada bunun mestirdi şu siyam kıyam deyimiz. Herkes sivam kıvam dilmeydi değil siyam kıyam deyip bu vavne yağa ibdal kılındı o değil. Ayni mu'tal oluşunun mestirinin üzde hem kanda kılındı o aş vavne yağa yötken değil. وبيل او بيلدن صحيح غالبا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وفعل de. O nimeden o mastardan köpüncü honalatda bu sahih. Sahih olan bolsa o demek onu ibdal, i'lal kılınmaydı o. İqlal, kalp, nakl kılınmaydı demekçi. Sahih degan o'zi ashbit o'qiladi demekçi deydi. Va fi'al va zikagan bo'lsa. Fi'al u nimadan, u mastardan u fi'al bo'lgan bo'lsa, u sahihdir. Uni qo'l tekizishga bo'lmaydi. Ko'pincha holatda shundoq qo'l tekizishga bo'lmaydi. Masalan, hayval degan o'xshash. Bu hala yahulu mastarcho hayval. Mundaq chiqarganda bunun aqısı ilip bo'lmagandan keyin bu nimni aqısida ay vovning keyinda bir elip hival olsaydi u vaqtda shart kuchsimi. Ammo buningda bu vovning keyincho elip kelmaydi. Hala yahulu hival. Gerçi bu fe'lda mu'tal bo'lgan bo'lsa-mu hala deb. Bunun mastar kelganicha hival. Eğer ana ilip olsaydı siyam, kıyamdek. Ana sivam, kıvam diye elip kögelik için onu muatal illet kılıngan tok. O ki yani vav'nın üzerine sivam, kıvamda vav'nın yağı etken, siyam, kıyam diyen tok. Ne için? İlip kögelik için. Meyde ilip yok. Hival degende. Hala yahulu hival. İlip olmagalık için bunu kanda kılındı. Gerçi pilde bir mu'tal bo'lgan bo'lsa-mu, hala deganning o'zi mu'tal bo'lgan bo'lsa-mu, buning masriki hivolning o'zicha sahih deb muomala qilindi deydi. Va fi'al
u pildan bo'lgan pial shaklida pial vaznida chiqqan mastar bu sahiydir. Uni hargiz illat deb qarab, buningcha iqlob yoki idg'am yoki iqlob yo ibdol bunday narsa qilinmaydi, til tekkizilmaydi. Sahih bu. Bu sog'lom, sahih ismda kalamlar bo'ladi. Ko'pincha holatda deydi. Al-hival degan o'xshash. Demakchi ba'zi vaqtda u nima bo'lib qoladi demakchi nima demakchi ko'pincha deganligimizda ba'zida alif kammay qilib qolsinmi qachon ash vovdan keyin alif bo'lmay qilib qolsinmi ba'zicha uningga ibdol qilingan ish bor ekan ba'zida ammo g'oliban ibdol qilinmaydi nima uchun shart to'g'rilmaydi shart nima sharti uning kendidan ilib bo'lmaslik kerak qonun kendidan ashu vovning kendidan hayvala hala hival degandek xo'sh وجمع ذي أين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وأين egisini cemi kılış ki yani usulü salasa faaladaki muşu eyninki egisinin cemi kılış anda bir eynki bunu mu illet kılıngan bu eyni keselti savub dedik mesela bunu siyap deb cemi kıldık yani demekçi kaçan vav muşu ceminin eyni kıp kalsa savub desek mana nim bo'ldi buningda vav buniki nim bo'lib qoldi siyob deb bo'ldida savub jamisi siyob bu siyobni aslisi siyob vav bo'lib qoldi jamining ayni bo'lib qoldi bu yerda vav bu ham savub degan mufridida ham illat buni uchun illat qilindi ham sokin bo'ldi u sokin bo'lgandan keyin bu nim bo'lganda bunaqa qalbninki unaqa ilibqa qalb qo'yishning sharti shuti qachon sokin bo'lish ham sokin bo'ldi ana savub degan o'xshash bu vaqtda qanday qiladi deganda bu vovni yog' o'tkash vojib bo'ladi aynning egisining jamisi savub anda savub dedik. Bunun cemisi emas siyab ki bunu illet qilindi. Av sakan yoki sokin bo'ldi. Sokin bo'lishning o'zimi nima desa, vovning sokin bo'lishi oningki qalbning shartining birisi edi. Yoki sokin bo'ldi. Unda bo'lgan bo'lsa, fahkum bizal i'lami fihi haysu an. Hukm qilgan osh illat bilan aş ceminin üzge haysu an deganiki haysu zahara haysu tebeyyene degandak haysu anne yaunu degancho zaharamadı qayerda oshkor bo'lgan bo'lsa qayerda kelgan bo'lsa ash illat hukm qilinki savub deb kelgandan keyin qarab baqsaq bu nim bo'ldi bu vav jeminin ayni bo'ldi yani usul salasida kelgan shu faalaniki aynan barabar keldi savub desak bunu cemi qanchaqda siyab demay siyab mana bunaqa vav o'tkat buni chu bu vavni yog' o'tga deydi o'xshash bunun sharti nimasi sharti uning ilgakisi shu yodim ilgakisi zirug'an bo'lsa siyab qarab baqsak mana sa zir oldi uningdan keyingisi u yodin keyingisi siyab o nim bo'lsa uningdan ilib bo'lgan bo'lsa siyab diyar dedikda masalan bu asli nima bu siyabning aslisi sivob ana diyarning aslisi shu divar bu vavni yoda bu jami shaklda shu buni o'tkaldi qalb qilindi ibdol qilindi nima uchun buniki maqabisi zir o'g'ashqa diyar desak dal zir oldi siyab desak sa zir oldi va undan keyin ilib kelgan bu boshqa shunga o'xshash deydi
وصححوا فعالة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل deydi. Va sahih deb qaradi. Bu sarf ulmolari buningga ism sahiydak muomil qildi. Nimani fi'alatanni. Fi'alat deb kelgan bo'lsa, buningcha ism sahiydak muomil qildi deydi. Va fi'alda ikki vaji bor. Am buningcha qaysi i'lol va tashih fi'alda. Fi'alatni sahil deb muomil qilzadi. U qalti unuqa qo'l tekkizishga, til tekkizishga bo'lmaydi degan o'xshash. Masalan, audun dedik. Audun. Ama o bana bununki usul salasınki aynda fi'alaning aynan barabarda vav keldi bamiz. Ama bununki jamisi qanday qildik? Jami qanchaqda? Audunni ayvadatun deb jami qildik. Fi'alatun, ayvadatun. Va ma'noda hamda bunaqa ivadatun deb kelibdi-ku. Ma'noda bu vavnimi? Bu vavnim yog' o'tkazsak bo'g'dak demang. Bu sahih bu deydi. Bununcha hargiz bu audunning jamisini ivadatun deymiz. Hargiz ayadatun deyil bo'lmaydi deydi. Ivadatun. Ism sahidek muomala qilamiz deydi. Va sahhahu sahih deb hukm qildi sarf ulmolari fi'alatanga. Audun jamisi ivadatan fi'alatan mana. Kuzun kuzun kivazatan degan o'xshash deydi. Va fi'alda ikki vaji bor. Fi'al. Masalan, qanday deganda hajatun, hivaj degan o'xshash. Hivaj, fi'al. Hivajun, fi'alun. Buni ikki vaji borki, i'lol qilsa ham mayli yoki tashih qilsa ham mayli deydi. Tashih mudrus, i'lol mudrus. Ammo qaysi i'lol biroz kuchliroq, ko'proq. Val i'lol avla. Kel hiyal degan o'zi hiyal o'xshash mana. Fi'al, hiyal. Bunida bu hiyal degan o'zicha ikki vaji bor deydi. Ikki vajining birisida tashih, yana birisi i'lol. Ammo buni i'lol qilish tashih qilgandan sal avlaroq deydi. Aslisi buniki huval deb hala yahulu. Masalan hival mana deb turib asli hivalti. Bu nimaga kasr bu ya o'zinki ilgaki harfniki zir bo'lishni talab qiladi deb turib kasrga munosib bo'lsin uchun bu yani vavni ya o'tkatdiq hiyal oldi deb bunda e'lon qilish. Buni bu qator sarf qaychi tushirish bu sal yaxshiroq. Qanday qillikdan ya bu sahih deb ashbat tashlab qo'yganlikdan deydi. Qachon fi'al vazni kelib qolgan bo'lsa, fi'alatda chatoq yo'q, ashbatli ketaverdi u. Qancha vav osmo, masalan, ayvada, kivaza degan o'xshash, uning qo'l tekizilmaydi deydi. Xo'sh, uning til tekizilmaydi. Uning hech bir qalb, naql, ibdol deganiz bo'lmaydi uningda. Fi'alat vazni kelganda. Wal vav la man ba'da fathin yanqalab kal mu'tayani yurdayani va vajab. Endi yo'tkaldi, munqalib bo'ldi, vav nimaga yog' munqalib bo'ldi. Andaq bir vav ki faala usul salasınki lemida. Faalaning lemning barabar kelgan vav yog' o'tkaldi deydi. Qachon shu vav fathadin kelgan bo'lsa. Masalan, mu'tayani degan o'xshash. Mu'tayani yurdayani degan o'xshash. Mu'tayani aslisi ata ya'tu atawtu bu vavi bu yo'ya emas asli mu'tavani demakchi. Qarab baqsaq bu mu'tavani to'rtinchi keldi. Mana bu mushu mu'tayani yurdayani degan o'xshashdiq. Aslisi mu'tayanining aslisi nima? Mu'tavani yurdavani. Bu rizvanda mushtaq o'g'ashqa. Bu vav yo'g'ashqa. Mu'tavani desak bu yerdagi vav to'rtinchi keldi.
mush vavning o'zidan yog' o'tkidi. Yog' o'tkiludi. O'tkiludi. Vav mu'tavanidik vav yog' o'tkiludi. Andaq bir vavki lam bo'lib kelganti bu. Ata, otu, ana. Atautu. Dedik bu vav. Ata va ya'tuvu. Lamның barabar keldi bu ya bir kelime. Bu vav. Pa'lalik lamның barabarda. Yötkeldi vav. Ke lam bo'lib kelgan bu lav yog' o'tkeldi. Yoki o'tkiludi desek. Mayli o'tkiludi. Vav. Andaq bir vav ki lam bo'lib kelgan lamның barabarda. Pa'laning lemni barab kelgan vav yog' o'tkiludi. Fatha degan keyin. Qarpaqsaq mu'tayan yani. Ta mayada nima? Fatha. Bu holatda qanday qilindi? Bu xil vovni yog' o'tkildiki, mu'tavani deganning o'zini mu'tayani deb bunday o'qiymiz deydi. Yurdayani deydi. Buni mushtaq. Asli bu ridvan desak, mana bu radiya yarda, bu rudu, bu nimda mushtaq bu 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 ridvandan, vavi bu. Ridvandan. Bu yoy emas, vavi demakchi. Bu esa yurdavani demakchi buningda bunaydi. Mush vavning bu yergi vavni mu yog' o'tkaymiz-ki yurdavani deganning o'zicha yurdayani mush suratga o'xshash menda o'qiymiz deydi. Va vajab bu tavan keldi va vajab degan ibdalu vavin ba'da dammin min alif va ya kamuqinin biza laha turib va vajib bo'ladi vavni ibdal qilib o'tish. Vavni cho yötkü ötiş. Nimi götkeş? Yağa. Mesela muqinin dedik. Vacip ama surette muqininin üzerine bu yerde bu vav götkeş vacip ki yadın yani vav götkeş vacip manada. Çünkü muqinin değil olmaydı. Muqinin yani vav götkemiz ma surette yukarıkının ki eksçe. Yukarı mu'tayani, yurdayani gende vavni yağ ötken. Ama manıcı yani vav ötkeymiz. Çünkü üzüm mağabı soğan mim madmumga vav münasip qarab durup muqinin deyimizde. Eğer muqinin olup kalsa bu nima bo'lib qoladi? Bu kesir nima bilan ya bilan faqat chiqishamaydiganlar. Bir shunday masaf uzun. Hiç qanday münasibet yok. Fakat dammenin vavga münasibeti var. Kesrinin yağa, fathanın alifqa. Mush xil münasibet, mush etibaratın ko'z turib qanday qilindi deganda, bu yerda vojib bo'ldi. Vavni vavga ibdal qilish. Nimadan keyin? Dammadan keyin kelgan mana muqinin dedik. Shu nimadan keyin kelgan? Dammadan keyin kelgan vavni ibdal qilish. Ki min alif Mesela yani onundan başka mesela qandaq degende eliptin bo'lgan ma başka vacip bo'ladi. Vavni ibdal qilish dammadan keyin ki o nimdan eliptin bo'lgan eliptin vavga ibdal qilish, vavga o'tkazish vojib. Mesela qandaq desak baya adabdiq. Sapara, daraba debdiq. Müşahideki qandaq qilindi o'zbay eliptin vavga yo'tkatish lozim bo'lgach elipning o'zini baya deganning o'zini nima deymiz? Majbur qilib buya deb vavga yotkash vojib bo'ladi deydi. Va ya kamuqinin biza laha turib. Va yana qandaq qilindi deganda buni vojib bo'ladi. Vavni yo'tkatish ki zammadan keyin buni nimaga eliptin vavga o'tkazish vojib bo'ladi va yog'i o'tkazish vojib bo'ladi. Nimadan? Yodin vavga ibdal qilish vojib bo'ladi. Va ya alif qatbi yodin yati bunga bu yani vav qilish vojibki muqinin o'xshash. Mushning e'tirof qilindi. Mushning bilan ibdalni e'tirof qilindiki sarfiylarning nazarida deydi. Muqinin asli muqinin demakchi deydi.
Bu yanicho mayada qanday qilindi? Yadin vavga ibdal qilyaptiki, vavga yetkivyaptik. Muqinin. Masalan, musirin. Aslisicho muysirin degan o'xshash masalan. Hammasi bu ayqana, aysiradin. Bu yoyi bo'la. Asl muyqinin, muysirin demek lazım. Bunu maqablisi olan dammini nazar tutup, bu yanicho vavga ibdal qilyaptik. İşte mi keladi deydi. Xo'sh, va da'vanan alhamdulillahi robbil alamin.